Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilisa Jaloliddinov O'subi kanali. Bugungi videoda biz Koman hamda Teo Hernandesni full qilgan akkauntimizda 10 ta agent ochib ko'ramiz. Mana bu yerda bizda 5 ta ko'k va 4 ta sariq agent bor. Biz ularni ochib ko'ramiz. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz boshladik. Birinchisi ko'k agent bo'layapti bizda va u qora tanliroq futbolchi ekan. Qanaqa davlatligini bilmadim, lekin Marshall Munetsi chiqmoqda. Talaffuz shunday bo'lsa kerak. Talaffuzda biroz xatolar bo'lsa kechirasizlar albatta. Va yana bir futbolchi, buning ham davlatini to'g'ri ayta olmayman, lekin Leon Bailey juda tezkor futbolchi, adasmasam Angliyaning West Ham yoki Aston Villa jamoasida o'ynardi bu futbolchi. Va endi turkiyalik futbolchi chiqmoqda. Ko'k agentdan bizga. Xo'sh, bu futbolchi kim ekan? Arda Gülermi? Yo'q, Chellik degan qanot yarim himoyachisi ekan. Va bizda ikkita ko'k agent qoldi va biz ularni ham albatta ochamiz. Fransiyalik futbolchi chiqmoqda bizga va bu futbolchi chap qanot yarim himoyachisi Bart bo'lmoqda. Hujumkor himoyachi desa to'g'riroq bo'ladi menimcha. Va keyingisida tez bosib yubordik buni. Ruben Garcia ismli hujumchi chiqmoqda bizga. Va endi biz bu futbolchilarni tushirib olamiz. Nega men 10 ta agent ochamiz dedim? Chunki bu yerda 5 ta ko'k, 4 ta sariq, 9 ta agent bo'ladi. Va bizda tepada sezon pasining to'g'rirog'i qora futbolchi, klassik futbolchi bor bizda. Bitta uni ham ochamiz albatta. Endi sariq futbolchilarni ochishni boshlab olaman. Birinchisi bizda kim chiqishi mumkin? Xo'sh, chiqib kelmoqda bu futbolchi. Xo'sh, hujumchi Patrik Shik ekan. Xo'p, bu futbolchi yosh futbolchi hisoblanadi. Bizda keyingi legendarniy agent va bu avstraliyalik yo'q, kanadalik futbolchi. Kanadada o'zi bitta sariq kartali futbolchi bor. U ham bo'lsa Jonathan David chiqmoqda, hujumchi. Va bizda futbolchi sig'imi to'ldi va biz bu futbolchilarni tushirib olamiz va endi darvozabonlarni sotib yuboramiz. Xo'sh jigarlar, meni bilasiz, Telegram kanalim bor, video opisaniyasida va kommentariyada pin qilib qo'yaman Telegram kanalimni. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Mana shunday yangiliklar video qo'yilishidan, YouTube kanalga qo'yilishidan avvalroq aytib boriladi Telegram kanalda. Xo'sh, biz legendarniy agentni ochamiz yana bir marotaba va bizga fransiyalik futbolchi chiqmoqda 8-raqamda. Bu futbolchi kim bo'lishi mumkin? Taxminan hujumchi ekan, zarba yo'llamoqda, zarbasi 94. Ham bu Kylian Mbappe, Real Madrid futbolchisi. Bizga bilasiz, Urveni darajasi pasayib ketadigan futbolchilardan tarkib qilyapmiz. Shu sababli Mbappeni sotib yuborishga majburmiz keyinchalik. Hozirda biroz o'ynatamiz Mbappeni ham. Mbappe hozirda ko'rib turibsiz, juda chiroyli, dahshatli kartada kelgan Dilisada. Xo'sh, oxirgi legendarniy agentimiz argentinalik futbolchi chiqmoqda va bu kim bo'lishi mumkin? Raqam 7-raqam ekan. 85 pas darajasi va yarim himoyachi shekilli. McAllister 83 darajali Liverpool futbolchisi, u ham ko'tarilishi mumkin, lekin pasaymaydi. Shuning uchun uni ham qachondir sotib yuboramiz. Biz umid qilgan pasayib ketadigan futbolchilar chiqmadi yoki qoladigan Jotaga o'xshagan futbolchilar. Endi biz legendarniy agent, to'g'rirog'i klassik player, qora futbolchini olib ko'ramiz. Va bu qora tanli futbolchi chiqmoqda 6-raqamli bizga. Bu kim bo'lishi mumkin? Animatsiya juda dahshatli Dilisada. Xo'sh, zarba darajalari ko'rsatilmoqda. Juda yaxshi. Va bu
Endi Cool bo'lmoqda. 83 darajali 1999-yil legendalaridan Endi Cool. Menimcha adashmasam Manchester Unitedda o'ynagan, chunki United libosida. Xo'sh, tarkibga tushirib olamiz futbolchilarni va Shik va Garsiyani ham qo'yadigan bo'lsak, bizda mana shu holatda 10 ta futbolchi yig'ildi jigarlar. Ko'rib turganingizdek, hujumchilar juda ko'p. 6 ta hujumchi, 2 ta yarim himoyachi va 2 ta qanot yarim himoyachisi, hujumkor himoyachisi chiqmoqda. Bizga birorta himoyachi chiqmadi. Shu sababli bizda mana shu sostav yig'ildi. Jigarlar 10 ta agent ochganimizda ko'rib turganingizdek. Va keyingi videolarda biz albatta yana futbolchilarni full qilamiz va mana shu Kylian Mbappeni albatta sotib yuborishga to'g'ri keladi. 10 ta agentimizni ko'rdingiz. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Xo'sh, Telegram kanaliga o'tib qo'yishni unutmang jigarlar. Xayr, sog', salomat bo'ling.